Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan men Vazir. Bugungi videoda Minecraftdagi 10 ta faktni ko'rsataman. Undan esa like bosib obuna bo'lib qolsangiz, unda birinchi faktga go bo'llar. 2000 years later. Nihoyat bolalar yetib keldik. Endi esa bitta yotdiq va buni hamma bilar. 3 2 1 go. Mana shunaqa qilishni kim bilsa, kommentariyada yozib qoldirib, bilmaganlar qilib ko'ringlar. Mana Adaday nima? Xo'p, mayli. Xo'p, unda keyingi faktga go bo'llar. Balki buni sizlar bilarsizlar yoki bilmasizlar. Men bilaman buni. Xo'p, kommentariyada yozib qoldiringlar. Bilganlar bilsin, bilmaganlar armonda qolsin. Xo'p, mayli, buni buzib olamiz. Bu chota xalaqit beryapti. Xo'p, biz buni qo'yamiz bu yoqqa va noto'g'ri qo'ydim. Xo'p, mayli, buni bu yoqqa qo'yamiz va bu yoqqa ungacha like bosinglar va invertalni ko'rsataman ungacha like. Ko'rdinglar deb o'ylayman. Endi esa keyingi faktga go. Buni hech kim bilmaydi. Qaranglar, ko'rdinglarmi? Mana hozir ko'rsataman. Mana bolalar, qaranglar, qarab turinglar. Mana bu oyog'im yo'q, qaranglar. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Men oyoqsizmanmi? Yo'q, men Minecraftdami oyoqsiz emasman. Unda keyingi faktga go bo'llar. Aniq aytaman, bu faktni hech kim bilmaydi do'stlar. Mana hozir sizlarga bilib olasizlar. Ungacha like bosib, obuna tugmasini yo'q va qo'ng'iroqcha tugmani ham bosib qo'yamiz. Yana bir marta aytaman, like bosib, obuna bo'lib va qo'ng'iroqcha tugmani bosamiz va endi esa mana bu faktni hech kim bilmaydi. Qaranglar, mana hozir bilmaydi hech kim, qilib ko'ringlar, o'xshaydi. Xo'p, ish beradi-da. Mana aytganimdek, mana shunaqa narsalar do'stlar, ko'rdinglarmi? Mana 22 ta olmos, 9 oltin. Ko'rdinglarmi bunachilar? Ko'rgan bo'lsanglar, ko'rdinglar va mana shular do'stlar bo'ladi. Keyingi faktga go do'stlar. Xo'p do'stlar, ko'rdinglar, ammo men bularga hayron qoldim. Va endi buni hech kim bilmas. Mana skins deganga bosamiz va pastga o'tiramiz va mana shunaqa va bu kambalni skini bu va bular boy va ana shunaqa, mana bunaqa deb ko'rsanglar bo'ladi do'stlar. Xo'p, biz endi esa ozgina mana shu skinda o'ynab ko'ramiz. Nima bu o'zi? Seni boshingga bitta bolg'a bilan ursa juda yarashadi, to'g'rimi obunachilar? Kommentariyada yozib qoldirib. Mana bu skin qanaqa? Unda keyingi faktga go bo'llar. Keyingi faktni hamma bilar. Mana shunga bosib va xohlagancha tilda qo'ysangiz ham bo'ladi. Masalan, nima deydi? Bo'ladi-yu, turkcha tilda zurikki displeyol, zurik nima degan bilmadim. Xo'p, bizda Jaguar deydi bu, bilmadim. Xo'p, Xitoy til, mana ekan Xitoy til. Xitoy tildan g'alati-yu. Mana bu o'zimizni tildan aylanmasin. Keyingi faktga go. Buni bittasi bilar yoki bilmas. Nega men qumning ustida turyapman deysizlar, mana shunaqa qumdan bo'ladi bu. Undan esa like bosib, obuna va qo'ng'iroqcha tugmani ham bosib qo'yamiz. Xo'p, biz uning uchun bitta o'zimizga joy kerak. Xo'p, mana ustimiz chiqib ketdi. Mana qaranglar. Ana. Jonim, mana. Bitta hozir menga tepalik kerak bo'lyapti-da. Xo'p, mayli. Va nihoyat yetib keldik va mana shuni ustimizdan qo'yishimiz kerak bo'ladi. Nima qiladi bu? Xo'p, asabiy bo'lmaymiz. Xo'p, mana men sen men jahlimni chiqaryapsan. To'xtab tur, sen nima hozir. Mana ko'rdinglar, obunachilar. Mana shunaqa bo'ladi. Bu juda, masalan, siz Ender yoki Bedrock o'ynasangiz yoki Java o'ynasangiz mana shunda. Xo'p, mana shunaqa do'stlar. Unda keyingi faktga go. Undan esa bitta like. O'zim negir bo'laman desam, adashgan bo'laman. Nega men qishloqda o'ynasam desam, bu sizga himoya bo'ladi.
Iron golemni yasashni bilganmidingizlar? Xo'p, kommentariyada yozib qoldiring. Minecraftda golem yasab bo'lishni bilarmidinglar? Xo'p bolalar, biza mana shu qishloq, bunisida esa 455 desanglar yozadi. Xo'p, biza endi temir va temir ham antiqada. Xo'p, biza endi mana bu oshqovoq kallasiga kiydiramiz va buni esa qo'yamiz. Ungacha like bosamiz do'stlar, iltimos sizlardan hech narsa ketmaydi-yu. Golemni joni pastda 35 ekan. Nima sizlar bilan vazir bo'ldik. Yangi videolarda ko'rishguncha kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, qo'ng'iroqcha tugmani yoqamiz.